Hammaga salom. Bugun ishxonamizda interesniy tema ko'tarildi. Ya'ni yosh qiz 23 yoshli, 22 yoshli shunaqa savol berdi. Ikki qat ayollar tualetga nomer 2 ni qilishga boradimi? To есть kaka qiladimi deb so'radi. Men shunaqa shokka tushdim o'sha payt. Margat qilyapman, eshityapman-da shu margatganni. Hayron qolganimdan shu savolidan. Aytyapman, конечно, san birinchi so'radim, серьезно, san hazillashyapsanmi dedim. Yo'q, серьезно, men o'yladim, yegan ovqati bolaga boradi-ku dedim. Вообще shokka tushdim. Bu 22 yoshli anglichanka shetda o'sgan. Shunaqa savol beryapti-da. Aytdim, естественно, ovqat yegani chiqishi kerak-ku dedim. Bolaga qon boradi. O'sha yegan vitaminlaring qon orqali boradi, ko'k orqali boradi. Endi savol-ku mayli, meni xavotirga solgan narsa bu Angliyani kelajagi. Qarab qarasa-da, shu yoshlar yonida yana bitta qiz o'tiruvdi. Ha, dedi, как раз shu savolni kecha men oyimdan so'radim dedi. U ham shu yoshda почти. Meni qizim shu yerda o'syapti. Xavotirga tushdim. Образованияsi, o'qishi, bilimi haqida. O'qituvchilar maktabda nima o'rgatadi? Nima bu qizlar bunaqa elementarniy, logichniy narsani bilmaydi. Ya'ni bu narsa даже savol bo'lishi kerak emas. Odam yegan narsasini qayerga chiqaradi? Shunaqa hayron bo'lganimdan, nima unaqa savol logichni emasmi? Odam yeganda qayergadir chiqadi. Yo'q, bizda bunaqa narsa maktabda o'tilmaydi-da dedi. Endi tushunishinglar uchun Angliyada o'qituvchilar umuman majburlamaydi. То есть bizani maktabda 2 qo'yaman, 3 qo'yaman, отчет qilolmaysan, zachot qilolmaysan, mana bunaqa qilib угрожать qilib biramallab o'qitirishadi bolalarni O'zbekistonda-da. Bu yerda вот совсем agar senga kerak bo'lsa, kelajaging san uchun muhim bo'lsa, kitobni qo'lingga olasan, o'qiysan, topshirasan, topshirmasang, значит, просто diplomingni olmaysan. Shunaqa. Keyin o'ylaysiz, bizda o'ylaymiz-ku chet elda, Angliyada Oxford, Harvard shetda hamma olimlar, hamma uchuvchilar bitta образование kuchli deb o'ylaydi-da odamlar, bu yerga kelmaganlar, tushunmaganlar, ko'rmaganlar, eshitmaganlar. Aytmoqchiman, bu yerda agar boy bo'lmasangiz, bu o'sha Harvard deysizmi, Oxford deysizmi, pulingiz bo'lmasa o'sha yoqqa tusha olmaysiz. Hamma narsa bu yerda shunaqa qimmat turadi, o'qishdan boshlab. Yo, biliming shunaqa o'tkir bo'lishi kerak, grant orqali tushasiz, to beriladi, ikkita joy berilsa berildi. Agar boy bo'lmasangiz, bunaqa joylarda o'qish juda qiyin bu yerda. To'g'ri, kredit, studentskiy kredit beradi, bu yerda kredit olib o'qisangiz bo'ladi. Lekin butun umr shu narsani to'lab yurishingiz kerak. Ya mayli, bu boshqa tema, lekin yoshlarni bu yerda so'rayotgan savollari odamni prosta qo'rquv, shokka soladi-da. O'shanga bu yerda asosan agar ota-onalar bolalar bilan o'tirib shug'ullanmasa, agar ekstra nima joylarga bermasa, repetitorga yo qiziqishini uyg'otib bir narsa, ekstra narsalarga bermasa, oddiy maktablarda bu yerda bilim bermaydi. Так что shunaqa gaplar.